Har bir insonning borligi agar bilinmasa, yo'qligi albatta bir kun bilinadi. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi obzorimiz Yakkasaroy rayonida joylashgan City Mall'damiz. Etaj 7, 90 kvadratli 3 xona upakovka xonadonni obzor qilib beramiz. Dokumentatsiya sira joyida, sirasini tarz qilib beramiz. Shunaqa kvartira izlab olgan yaqin birodarlar, qarindoshlar bo'lsa, maksimal tarqatib like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Qani biz obzor qilib ko'rsatamiz. Kelinglar, bu joydan boshlaymiz. Kirishimiz Stroyniy shkaf, kiyimladigan joy, og'ir kiyim qiladigan joy bor. Uyimizda polностью tupli pol qilingan. Kirishimiz bilan mana shu joyimizda katta atmosferniy hol, как zal o'rinda foydalanasiz. Agar sizga yo'q, ochiq ko'rsangiz, bu mana joyi dekorni zona bilan chiroyli oynali zona qilib yopib olsangiz ham bo'ladi azizlar. Ko'rasizlar, dizayn juda ham neobычный qilingan, juda ham dekorlarga ahamiyat berib o'tsangiz bo'ladi. Mana bu svetiniyaga ahamiyat bersangiz bo'ladi. Juda ham boshqacha qilingan. Eshiklarimiz hammasi rossiyskiy juda ham sifatli eshik qilingan. Bu birinchi общий sanuzilimiz bo'ladi. Istirolkani ham shu joyga qilib qo'yganmiz, chiroyli qilib. Uyimizda общий ikkita sanuzil bor. Bu yerda ham qarang, dekorniy zona, televizorlarimiz bor. Bu yerda 6 tali o'tiradigan zona. Endi mana bu joyga bitta ahamiyat berib o'ting. Agar yo'qsa, shu joyimizda bitta lashani maksimum tarqatib tashlab bosib qo'yasiz degan umiddaman. Oshxonamizda eshiklariga ahamiyat berib o'tsangiz bo'ladi. Yopilishlari juda ham chiroyli va sifatli. Bu joy esa oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizda ham hamma texnikalari tayyor. Hoffman qilingan pol texnika, mana bular hammasi quyma tosh qilingan azizlar. Mana bular hammasi tosh, ko'rasizlar, mana bular loftdan qilingan. Juda ham chiroyli qilingan azizlar. Malakolsoyda joylashgan. Bu yog'imiz Shotto Rustavellik ko'chasi. Lakasi juda ham zo'r. Bratskiy mogillar orientirimiz. Detskiy xonamiz. Detskiy xona ham juda ham ranglari yaxshi qilingan. Uxlaganda dam olasiz bu ranglarda ham. Bitta televizorimiz bor. Buni qisqa qilib aytganda juda ham kompaktni. Shkaflarimiz ham ranglari juda ham chiroyli ranglardan qilingan. Detskiyni ham ko'rib chiqdik. Endi master spalnimizni bitta ko'rib chiqamiz. Kelinglar. Bu esa katta spalnimiz bo'ladi. Master spalnimiz. O'zining bitta balkoni bor azizlar. Televizor, u yoqda konditsioner, hamma narsa qisqasi qilingan. Pastellarimiz ham juda ham chiroylisini qilib qo'yishgan. Bu yoqda esa ko'rishingiz mumkin, o'zining sanuzili bor. Juda ham chiroyli sanuzil qilib qo'yishgan. Azizlar, bu xonadonimizda mana gilamlarigacha hammasi turetga qo'yilgan. Uyimiz narxi keladigan bo'lsa 165 so'ravamiz. 7-etaj g'ishli dom, zakrit dvor. Chiroyli dvorlar, diski plashatkalari bor, gaz suv svetdan muammo yo'q, kadastrlari bor, podyumniy parkovka bor. Alohida uni sotib olsangiz bo'ladi, kadastrli uy ham. Hamma narsa qisqa qilib aytganda juda ham chiroyli va zo'r. Shunaqangi kvartira qarayotgansiz do'stlarga tarqatib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Telegram kanalimizda, Instagram shapkasida bor, o'tga kirib obuna bo'linglar. Shunaqangi chiroyli kvartiralar o'tda juda ham ko'p. Ma'qulni ko'rib telefon qilaverasizlar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, jonlaringiz sog' bo'lsin. Shunaqangi kvartirani hammaga nasib qilsin deb niyat qilamiz. Sizlar ham niyat qilib like bosib qo'yinglar. Ko'rishganda ko'rishguncha omon bo'ling. Yo'qsa, tirsillab telefon qilaverasizlar, xalqib tashlaymiz. Xayr, sog' bo'ling.